Assalomu alaykum hurmatli Jasur bola kanallari obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, Chorbash bozori. Bugun mazmunimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon mol bozori, hafta kuniga chorshanba 2026-yil 18-mart sanasi. Akalar, bir qator katta kichik yosh buqachalar o'ynagan qatorda yurgingiz boshlandi. Arzimas mehnatlarni qo'llab qolgan holatda bir donadan like deb so'rab qolamiz. Kanalga yangi ekransiga podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna bo'lganingizda bor, o'shani bosib qo'yinglar. Shunda biz kirib bo'layotgan videolar doim SMS bo'lib borib turadi, ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Aka, bu necha pul bunga bordi? Qanchaga bordi? Ertaga 12,5 beradi, hozir 11 million 700 beradi. Ertaga 12,5 savdo bo'lgan, hozir 11 million 700 ming savdo bo'lyapti ekan. Bo'ladi. Hop. Bular necha pul bo'ldi? Qancha? Jupiga 29,5 savdo bo'lyapti ekan. Ikkalasi ham tug'magan. O'najinlar. Yaxshi. Hop, davom etamiz. Bu o'najin necha pul bo'ldi targ'il? Aka. 20,5 ga bermayapsizmi? 20,5 ga beryapti. Zo'r. Chiroyli ekan. Hop, qancha bo'ldi bu? Bermayapsiz. 13 ming so'm. Oh, yaxshi molak. Hop, sherigichi. Qancha? 11,5. 11,5 ming so'm. Olinganlar baylanibdi. Davron aka necha pul bo'ldi bu? Necha pulga boribdi? Qancha bordi? 12 million 200. Assalomu alaykum. Rahmat. Ha, ketdi. Men yurdim. Necha pul bo'ldi bu? Qancha bo'lyapti? 600 ming. Berishmayaptimi? 10 million 10 million 600 ga berishyapti. Bozor qanaqa bu safar? bozor yaxshi olyapti. Olyapti, savdolar yurib qoldi. Savdolar yurib qoldi. Xo'p. Mashg'ulotlar necha pul bo'lgan? Qancha bo'ldi? Necha pulga bordi? 11 ga. 11 ga bordi. Necha pul savdo ko'rdi bu? 11,5. Bu 15 yon berdi. 11,5 million savdo bo'lyapti ekan. Hop, tez obzor qilamiz. Bu necha pulga bordi aka? 11 ga. Jasuruz. Necha puldan bo'ldi bular? Ha. 5 ta kelmadi. Qancha savdo ko'ryapti? Necha pul bo'lyapti? 11 million. Bozor necha pul berdi? 11 million bozor savdo qilyapti. Hop. Qanchalar? Necha pul savdo qilishdi? Qancha savdo qilishdi? 18 98 97. 97 ming savdo qilishdi. Bu qachalar qanchadan bo'ldi? Necha pul? 16 million kam bu. Bermagansiz qancha bo'ldi? Endi ekan. Siz. Bu qancha necha pul? 16 kam bu. Yana bu qachalar. Bu necha pulga bordi? 11 million so'mga. Bir yon yerida qo'qadi. Kichkina chiqib bor, qo'shib bering degani bu. Qo'shib bermang. Savdo bo'lyapti. Kichkinani chiqardim, bittani qo'shdim aka. 11,5 dan 3tasiga bo'lyapti.
Nechta savdo bo'lyapti? 3tasimi? 3ta buqachalar savdo bo'lyapti. 11.5 dan berishmayaptimi? Bermayapti. 11.5 dan savdo bo'lib turibdi. Xudo xohlasa yaxshi buqachalar. Mana buqacha. Nech puldan aka bular? Bular 11.5 dan ozginadan kam. 11.5 dan kam. Yaxshi. Güzel mahalle. Qirg'izistondan o'tgan yoki rossiyskiy bular. Meydasi baraka savdo olyapti. Nech puldan aka? Bering. Yana to'raka to'rasida bo'shash so'mi. So'roviga 30 million so'rayapti. Sen to'rtalasini olaman deganimga olavering dedim aka. Menga tushmadi bu. Nech pul bo'ldi bu? Qanchaga olindi? Sigirga o'xshagan kalasi. Nech pul bo'ldi? 36 million so'm. Qancha ko'rdi bu? Nech pulga olinibdi? Bilishmasak. Yaxshi buqa ekan. Aytishmadi. Bu ko'zlar nech puldan olindi aka? 2 milliondan 3,5 million so'mgacha bo'lgan qo'zilar. Sotiladimi bular ham? Boqqan olishibdi. Zo'r. Aşağı nech pul bo'ldi qo'chqorlar? So'limi? O sevildigi qarang. 8 millionga. Zo'r. Akalar bozordan sotgan ro'lik bo'ladi. Hop, sotilgan olingan qaytganlar. Eshik oldi. Chiqqani solamiz. Ko'paydimi? Aka qanchaga bermadingiz? 22 ga olinibdi. Qisir. Burasa kuyib turuvdi bozor ichida ham. Qisirga olinibdi 22 ga. Bu qanday pul bo'ldi? Batishma. Tasa semirib tulabdi. Nech pul bo'ldi buqa? Aka qanchaga olindi? 28 million. 28 million so'mga olishibdi. Nech pulga oldingiz? 36,5 ga olishibdi. So'lab. Bobur aka nimaga? Mollarni sotdingizmi? Tugadimi? Tugadimi? Qo'zini oldingizmi? Onasi bilan oldim. Qani onasi? 200 ming kam, ana ko'z. 12 million. Ha. Bu ham bolasi, bu ham bolasimi? Yilda bola berar ekanda? 12 million 200 ga. Oldi-ku. Ha, nima ham bola? Qanchada olinibdi aka? Aşağı bu qanday? Hoş. Nech pul bo'ldi? Cho, yur. O'n yetti yarimga olinibdi acha buqa. Sabilaga, ko'rib qo'yadi sizga. Ha. Nech pul bo'ldi buqa? Voy, o buqalar qaranglar. Aka qanchaga olindi?
Ya hali aytaman, nima chiqdi? Shopirlar. O'zbekistonga borib keldik.